Do'stlar, mana yozni eng jazirama issiq kunlariga ham yetib keldik. Aynan shunday issiq kunlarda elektromobilingiz akkumulyatorining samaradorligini tushib ketishini oldini oluvchi top 5 tavsiyalar. Birinchi tavsiya: imkon qadar elektromobilingizni kunduz kuni quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joyga qoldirmaslikka harakat qiling. Ikkinchi tavsiya: elektromobilingizni ko'chalardagi tez quvvatlash elektrostansiyalarida imkon qadar kamroq quvvatlantiring. Sababi tez quvvatlash stansiyasidan muntazam foydalanish akkumulyator umrini qisqartirishi mumkin. Uchinchi tavsiyamiz: elektromobilingizni issiq kunlarda imkon qadar agressiv haydashdan cheklaning. Ya'ni juda ham ko'p gaz berish va juda ham qattiq tormoz bosish. To'rtinchi tavsiya: avtomobilingizni quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushib turadigan joyda quvvatlantirmang. Issiq harorat va tok bosimi akkumulyatorni qizdirib yuboradi va bu juda ham jiddiy holatlarga olib kelishi mumkin. Va albatta 5-tavsiyamiz do'stlar, elektromobilingizni issiq kunlarda minib kelganingizdan so'ng uni darrov quvvatlantirmang. Sababi akkumulyator harorati sovishi uchun 3-4 soat vaqt kerak bo'ladi. Aynan shu ko'rsatmalarga amal qilsangiz, akkumulyatoringiz sizga imkon qadar ko'proq xizmat qilib beradi. Agar sizda ham qandaydir tavsiyalar bo'lsa, o'z fikringizni izohlarda qoldiring va videoni elektromobilda yuradigan tanishingizga yuborib qo'ying.